Assalomu alaykum aziz obunachilar. Spark mashinamizni shox trubkasini yechib oldik. Kichkina shox trubkasi. Bo'ladi bo'layotgan vaziyat ko'zga ko'rinmaydi. Mana bu holatda ko'zga ko'rinmaydi. Freon o'techka bergani. Mana bizdagi fonarigimizda qaraganimizda mana shu joyda freon o'techkasi bor. Masalan, oddiy misol mana shu joyda joygacha kelib oqqan freon. Bu tomonda yo'q masalan. Ko'rinib turibdi. Shunaqa qilib fonariklarda ham o'techkalarni qidiramiz. Bu mikro o'techka. Sekin-sekin chiqib yuradi. Konditsioner sistema o'techkani yomon ko'radi. Xo'p, bu tomonda ham ko'rsatib yuboringchi. Ko'pincha yorug'lik kerak emas. Ko'pincha mana shunaqa joylarda ham o'techka bo'ladi. Ko'p kishi bilmaydi. Ahamiyat qilmaydi bu narsalarga. Masalan, bunday oladigan bo'lsak, mana ko'rinmaydi. Fonarikda qaraganimizda sirazi bittada aniq bo'ladi. Mana shu joyda o'techkamiz bor. Xudo xolasa bularning ishini a'lo darajada bitirib beramiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Zash avtoservisga aloqaga chiqasizlar.